Shu kunlarda o'litkalarimni judayam arzon narxlarga sotib yuboryapman. Sababini esa video davomida bilib olasiz. Bir tanishim bugun menga shunaqangi konteynerlar bilan judayam ko'p o'litkalarni tepa-tekinga berib yuborishdi. Sababi esa ular o'litkalarga qaralmayaptilar hamda o'litkalari judayam ko'payib ketib qolgan. Va ular menga bir marta emas, ikki marta emas, uchinchi marta o'litkalarni tekinga berishlari. Bundan albatta xursandman. Lekin shuncha o'litkalarga qarab, endi ularni parvarish ham qilib olamiz va ularga chiroyli qilib alohida konteyner tayyorladim. Kalsiylarini ko'p qilib solib, ovqatlarini ham ko'p qilib solib qo'ydim. Mazza qilib kalsiylardan yeb, yanada ham ideal holatda o'sishlari uchun. Shunaqangi zo'r bo'lgan kalsiylar sotuvda bor, ideal qilib o'litkalarini o'stirib beradi. Qo'limda ko'rib turgan o'litkalarini ustida ozgina toshida chizig'i bor, sababi qaralmay qolgan. Shuning uchun bularga ko'p qilib kalsiy solaman har kuni. Xudo xolisa bir haftalarda yaxshi bo'lib ketadi. Ya'ni ideal 100% ideal holatga keladi. Shuncha o'litkalarni olishga oldim, endi bularni sotib yuboramiz. Sababi o'sha tanishimga ham pul berishim kerak. Chunki shuncha konteyner va shuncha o'litkalarni shunchaki bepulga olishga meni ko'zim qiymayapti. Chunki ular ham mehnat qilgan, qaragan, mehr bergan, torf, ovqat, kalsiy degandek olgan. Xullas, ular ham bu o'litkalar uchun pul sarflashgan. Shuning uchun ularga 100 ming, 150 ming yoki 50 ming so'm bo'lsa ham pul qilib berishim kerak bo'ladi. Buning uchun esa sizlarning yordaminglar kerak. O'litkalarni juda ham arzon narxga sotuvga chiqaraman. Ya'ni 5 ming so'mdan, 3 ming so'mdan ham olishlari mumkin. Optim narxga yanada ham kelishamiz. Ko'rib turganlaringdek juda ham chiroyli ideal holatda, faqatgina toshlarida ozgincha bilinmas chiziqlari bor. Sizlardan yordam esa o'litkaga qiziqib yurgan tanishingizga shu videoni jo'natib qo'ying. Videoga like bosib, kommentariy yozishni ham unutmang. Bu yerda nechta o'litka chiqadi deb o'ylaysiz?